Avvalambor assalomu alaykum, qadrli muxlis. Bugun nozik masala to'g'risida gaplashmoqchimiz. Ya'nikim, bolani tarbiyasidagi shu holatni mavjudligi uni ham yuqori qatlamdagi odamlarning orasida, ham o'rta va quyi qatlamdagi odamlarning orasida ham obro'li bo'lishiga sabab bo'ladigan bir jihat to'g'risida gaplashmoqchimiz. Bu gapni o'zi kelib chiqishiga sabab ham zamonaviy motivatorlar, zamonaviy shu shaxsni rivojlanishini yoki shaxsiyatni, menlikni rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga dars yoki dastur ishlab chiqib, oxirgi paytda ozgina chalg'ishga olib ketayotgan holat bo'lganligi uchun majbur bo'ldik. Darslarimizda kundalik hayotda yangi avlodni gap so'zidan olib gapiramiz. Oldingi safargi darsimiz ishonch to'g'risida edi. Unda odamlar o'ziga ishonishi, odamlarning sizga ishonishi, umuman olib qaraganda ishonchni abstrakt ko'rinishda, shu mavhum ishonchni sal bo'lsa ham konkret, aniqroq bir qolipga solib, bitta o'zaro tushunsa bo'ladigan darajaga olib kelishga harakat qildik. Qo'limizdan kelgancha. Endi bu safargisi endi bu o'ziga bo'lgan ishonchni manmanlikdan farqi ko'rinishda bo'ladi mavzuyimiz. Manman odam bu endi illat sifatida qaraladi. Qo'polroq qilib kibr ham deyiladi. Yoki bu boshqalarni mensimaslik ham deb qaraladi. O'ziga bo'lgan ishonch bo'lsa, shu ishni oxiriga yetkazib qo'yishga, ham tashqaridan ham ichkaridan motivatsiyaga, qaysidir ma'noda ixlosga ega bo'lishi bildiradi va bu ijobiy xislat. O'ziga bo'lgan ishonchga kelish bu har doim yaxshi, ayniqsa kasbda, ilmda, fanda, kundalik turmushda hammamizga bu foyda keltiradi. Oddiygina misol, o'ziga ishongan kichkina bolacha bo'lsa, qorong'i xonaga kirib o'z narsasini topib chiqa oladi. O'ziga ishonmagan bo'lsa, u o'ziga ishonmaslik borib pessimizmga, yaxshi qaralmasa borib qo'rqoqlikka olib kelib qo'yishi mumkin. Bu jamiyatda o'z o'rnini topishga bola qiynaladi. Endi biza qanday farq qilamiz o'ziga bo'lgan ishonchni manmanlikdan? Nega buni aslida gapiramiz? O'zingizga bo'lgan ishonch oshiring, risk qiling, u qiling, bu qiling, siz boshqadan zo'rsiz, siz hammadan zo'rsiz degan gaplar ko'payib ketdi. Agar siz boshqalarga solishtirib o'zingizni ulardan ustunligingizni bilayotgan bo'lsangiz, bu o'ziga bo'lgan ishonchli emas, manmanlikning rivojlanishi bo'ladi. Endi manmanlik rivojlanib qolsa nimasi yomon bo'ladi desa, ko'p holatlarda manmanlikning rivojlanishi burnini tegi yon atrofdagi muammolarni ko'rmasligiga, o'zi bilib bilmay kattaroq risk qilib qo'yib, bankrot yoki shunga o'xshagan narsa olib kelishi mumkin agar biznesda bo'lsa. Endi bizja unaqa kuchli biznesmen emasmiz. Da'voyimiz yo'q bunga. Tabiatida bunaqa narsasi bo'lsa, o'quvchi yoki bolalarga nima zarar keltiradi? Kichkinagina janjalchalar boshlanadi, o'qituvchilar bilan konfliktlar boshlanadi, ota-ona bilan konflikt boshlanadi. Sizni gapirgan gapingizda emas, o'zini kallasidan inobatga olish boshlanadi va bu oilaviy muhitda, jamiyatda buzilishiga olib keladi. Kichkinagina jinoyatlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Agar vaqtida oldin olinmasa, katta jinoyatlar ham sabab bo'lishi mumkin. Endi o'shaning uchun biz qanday baholaymiz? Bolada manmanlik rivojlanyaptimi yo o'ziga bo'lgan ishonchmi? Yechimini juda qisqa beramiz. Sababki bu haqida ko'p gapirib vaqtlarni olgandan ko'ra nuqtaga olib kelishi afzalroq deb bildik. Birinchisi, manmanlikda odam o'zini fantaziyasiga tayanadi yoki xayollariga yoki shu unga o'xshab yon atrofdagilarni gapirgan quruq gapiga tayanadi. Men qila olaman, anundan zo'rman, men bundan undoman, bundan bundoman yoki bo'lmasa bir-biriga bog'lanmagan, aql bilan, idrok bilan yetilmagan narsaga tayanadi. Masalan, olaylik, bola yugurish bo'yicha chempion bo'lsa, men shu narsani qila olganman, endi boshqa ish ham qila olamadim. Masalan, unga bundan yod bo'lgan narsa, masalan, fizikani o'rganmoqchi bo'lsa, bu yerda manmanlik ketib qolishi mumkin. Sabab, yugurib yurgan odam shunga o'xshagan narsani eplay oladi. Olaylik, masalan, futbol o'yinida eplashi mumkin yoki shunga o'xshagan atletik ishlarni eplashi mumkin, jismoniy ishlarni. Lekin kiyimiga intellekt kerak. Shu paytgacha intellektini ishlatgan bo'lsa, ishonsa bo'ladi. Demak, manmanlikda biz xayolga tayanadigan bo'lsak, o'z-o'zidan javob kelib chiqyapti. O'ziga bo'lgan ishonchda odam bundan oldingi tajribasiga yoki shu tajribasi kam bo'lsa ham, uni shu qila olish, qila olmasligini baholab bergan professional odamning gapiga, tajribali odamning gapiga tayanadi. Men matematikadan olaylik juda katta baholarga erishdim. Juda yaxshi narsalarni tushundim. Matematikaga o'xshash fan, fizika, hisob-kitoblik, mantiqi bir xil, kombinatorikasi bir xil, yoki misol logikasi bir xil, o'xshash tomonlari juda ko'p. Shuning uchun men fizikani eplab ketishimga ishonib, men fizikani o'qimoqchiman desam,
otam menga eplay olasanmi desa, ha o'zimga ishonaman, qila olaman shuni desam, bu o'zimga bo'lgan ishonch bo'ladi. Lekin anta ximiyani o'qib turgan bola borib ingliz tilidan ham hozir borsin birpasda IELTS olib ketaman desa, bu o'ziga bo'lgan ishonch emas, bu manmanlik bo'ladi. Bu narsa masalan shaxsan meni o'zimda bo'lgan. Ximiyadan katta narsalarga erishib, biologiyadan bu narsalarga erishib, Toshmilaga kirib o'qiyotganimizda shu ingliz tilidan bilimiz pastroq edi. IELTS kerak bo'lib qolganda borsak, yonimizda hech narsani eplay olmaydigan bola, lekin shu narsaga layoqati bor, shunga qobiliyatli qilib yaratilgan bola bizdan tez olib ketgan IELTS. Va hokazo shunga o'xshagan narsalar. Demak, qisqacha yechimga keldik. O'ziga bo'lgan ishonch nima ekan desa, bu aniq tajribaga yoki shu paytgacha qilingan ishiga yoki aql bilan qilingan idrokka kelishi. Masalan, olaylik, o'zi shu biznesni qilmagandir, masalan, biznesni boshlayotgan paytda, lekin shu biznesni qilib yurgan odamlar yonida turibdi. Masalan, olaylik, mashina olib kelib sotmagan u, lekin akasi, adasi shu biznesni qilib yuribdi. Kerak paytda uni yo'l boshlab turishiga ham ishonadi va ularga yo'l berib qo'ygan. Kamchiligim bo'lganda to'g'rilab turasizlar degan ma'noda ularga ishonib qo'ygan. Shuning uchun bu odamni shu biznesni qilishda yurib ketish bo'ladi. Yoki bo'lmasam fanda ham xuddi shunaqa, yondosh fanlarni, o'xshash fanlarni qilgan bo'lsa, bilamiz, fanlarni bo'lib qo'yishgan aniq fanlar, tabiiy fanlar, gumanitar fanlar, sababki ularda aqlni bir xil o'xshash tomonlari ishlaydi. Masalan, geometriyani o'qimoqchi bo'lgan odam matematikani qilib qo'ygan bo'lsa, o'xshash bo'ladi. Yoki bo'lmasam basketbol o'ynab yurgan odam, men bir eshitganmiz, shunaqa ham bor edi. Usain Bolt degan yuguruvchi Milan degan komandada futbol ham o'ynab qo'ygan. Sabab bu atletik ish bir-biriga o'xshash, ozgina ishlov berilsa joyiga kelib ketadi. Shuning uchun bundan keyin qilayotgan ishi farzandingizdanmi, o'zingizdan boshqani o'ziga ishonchmi yo manmanlik qilyaptimi, kibrga ketyaptimi desa, shuni shu yerga qo'ysa bo'ladi. Ya'ni qilmagan ishida o'ziga ortiqcha baho berib yorsa, bu manmanlik bo'ladi. Masalan, suzishni unchalik ham yaxshi bilmaydigan katta joyda suzmagan odamlar suza olaman deb tashlab cho'kib ketganini eshitganmiz. Bu ham o'ziga yarasha manmanlikning belgisi. Yoki bo'lmasa mashinani haydab yurgan 50-60 qilib, lekin professional sportsmenga o'xshab 120, 130, 150 haydayman deydi, olib borib yasaydi. O'ziga ham, boshqasiga ham jabr yetkazadi. Endi qayd etib o'tganimizdek, manmanlik bu illat bo'lsa, salbiy jihati bo'lsa, tarbiyatimizdagi, fe'limizdagi, tarbiyamizdagi umuman salbiy jihat bo'lsa, o'ziga bo'lgan ishonch bu ijobiy jihat. Bu natijadorlik olib keladi. Shuni ishi orqasidan odamlar bir o'zini ishini sermahsulligini oshiradi yoki umuman ishni boshlashiga ham kerak. Kattaroq bir leksiya qilarmiz, lekin qisqacha hozir bir tushuntirib ketamiz. O'ziga bo'lgan ishonchni qanday oshirish kerak va manmanlikni qanday tushirish kerak degan ikkita savolga qisqacha javob berib ketamiz. O'ziga bo'lgan ishonchni oshirishning eng oddiy usuli bu qilmoqchi bo'lgan ishini kichkinaroq variantda qilib ko'rish. Katta biznes qilmoqchi bo'lgan odam, mana olaylik, pekarni ochib qilmoqchi bo'lgan odam, shu pekarnisi bor odamni ishxonasiga borib ishlab ko'rish kerak. Fizikadan bir katta olimpiadalarni yutmoqchi bo'lgan odam shu fizikani eng kichkina kitobini ochib o'qib ko'rish kerak. Masalan, 6-sinfdan boshlansa shu kitobni shuni ochib o'qib ko'rish kerak. Yoki ingliz tilidan bir kattaroq bir narsa qilmoqchi bo'lgan odam borib shuni kichkinasidan boshlash kerak. Agar imkoniyatlari, o'zini qadriyatlariga shu xalaqit bermasa, ya'niki u qilmoqchi bo'lgan ishga, u o'rganmoqchi bo'lgan narsaga, u boshlamoqchi bo'lgan biznes bu yoqdagi narsalarga xalaqit bermayotgan bo'lsa, diniga, ichidagi qadriyatiga yoki biznesiga, kundalik hayotiga xalaqit bermayotgan bo'lsa, sekin-sekin keyingi etaplarga o'tish kerak. Keyin odat darajasiga olib chiqib olish kerak buni. Masalan, olaylik, o'sha o'ziga bo'lgan ishonch qachon keladi desa, masalan, futbolistlar qachon kelsa, bir 50-100 marta shu o'yin o'ynagandan keyin, shu gollarni urgandan keyin, masalan, 10 yoshida borgan bo'lsa, shu futbolga bir haftada 3 marta borsa, u 100 marta borish uchun bu degani oyiga 12 marta boradigan bo'lsa, bir 8 oy, 9 oy borsa, 1 yilcha borib qo'ysa, o'sha bunda ko'chaga chiqib futbol o'ynaganda mahallani bolasidan ko'ra o'ziga bo'lgan ishonch balandroq bo'ladi. Mashina haydaganda ham shunaqa. Endi mashina haydashga o'tirgan odamlarda baribir ozgina hayajon yoki qaysi ma'noda qo'rquv yoki o'ziga bo'lgan ishonch pasayishiga bo'lgan boshqa bir sabablar bo'ladi. Lekin 100 kilometr, 200 kilometr haydagan, orlarni 4-5 oy haydagan odam, ya'ni odat tarziga kirgizib olgan odamda o'ziga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Endi yana o'ziga bo'lgan ishonch kuchaytirish uchun spetsifik holatlarga qarab alohida bir momentlari bor. Ya'ni ixlos darajasiga olib chiqish, bu narsani professional ko'rinishga olib chiqish niyati bo'ladi. Unda bizaga sog'lom raqobat kerak bo'ladi. Sog'lom raqobat nimaga kerak bo'ladi desa, professional odam bu diqqat bilan o'zini ishini boshqalardan ko'ra bexato qiladigan odam deyiladi.
bexato qilish uchun seni xatoingni oldin kimdir etib to'g'rilab turgan bo'lishi kerak yoki shu xato qilganingdan keyin yoningdagi odam sendan afzalligini ko'rib undan o'rganib turishing kerak. Yo yaxshi ustoz kerak, yo sog'lom raqobatchi kerak. Shundagina odamda o'ziga bo'lgan ishonch o'sib ketaveradi. Lekin bu yerda bitta narsa berish kerak, shu yonidagi odamni uni xatosini ko'rsatib berishga shans berish kerak. Kibr yoki manmanlik bor joyda o'ziga bo'lgan ishonch o'smaydi. Manmanlik bor joyda nosog'lom raqobat keladi, maqsad narigini sindirish bo'ladi. Narigini singandan keyin professionalizmga bo'lgan intilish tugab qoladi. Bu o'ziga bo'lgan ishonch emas, boshqalardan o'zini balandroq tutish deyiladi. Afsuski bu illat. Endi illatni pasaytirishga keladigan bo'lsak, manmanlikni pasaytirishni o'zi ideal yo'li taqvo. Allohdan qo'rqish. Iymonni mustahkamlash. Shusiz manmanlikni to'liq sindirish o'zi asli iloji yo'q. Ijtimoiy sohada qanaqa qilib bu narsaga kelinadi desa, masalan, ona sifatida, ota sifatida bolaga qanday kelinadi desa, avvalo shu narsa o'rgatiladi. Boyaga aytganimizdek, Allohdan qo'rqish o'rgatiladi. Uni ijtimoiy ko'rinishda qanaqa qilinadi desa, boshqalarga hurmat qilishni o'rgatish kerak. Bolani kamchiligi hisobiga agar bu kuchayib ketgan bo'lsa, o'ziga zarar yetadigan holatda, ya'ni kim kichkina zarar yetadigan holatda, masalan, oddiy aytdingiz, anaqa boshingga shapkani kiyib yur dedingiz, men sovuq emasmanga deb ozgina o'zini baland olib chiqib ketdi. Shamollagandan keyin darrovda mana men aytganim uchun sen shamollading deyish kerak emas. O'zi tushunib yetguncha shu narsani kutish kerak. Nega shamollading degan savolni berib kutish kerak. Yoki bo'lmasam, velosipedda ehtiyot bo'lib uchgan, "Ya, men ucha olaman" degan dumalab tushgandan keyin o'zi turib kelmaguncha yugurib borib turg'ish kerak emas. Albatta endi og'ir jarohat olgan bo'lsa borib turg'ish kerak, lekin yugurib borib mehringizni ko'rsatadigan bo'lsangiz, u o'zini aybini tan olmasligi mumkin. Aybini tan olmadi degani manmanlikka qarab yana bir qadam qo'ydi degani. Umid qilamiz foydali bo'ldi. Demak, bundan keyingi holatda ajratayotgan paytda agar qatta shuni manmanga ketyapti, to'g'rilash kerak deb hisoblansa, qilayotgan qarorini undan oldingisiga qarab baho bersak to'g'ri bo'lar ekan. Xuddi shu narsa ijtimoiy masalalarda ham bor. Yoshi katta odamga yoki tajribasi ko'proq odamga qaror qabul qilishga rol bermasdan, "Men mana shunaqa qilganman, menimcha to'g'ri" deydi. "Ko'nglim kelsa qilaman" deydi. Demak, o'z xarakterini oldinga suradi manman odam. Ikkinchi belgilardan bittasi, kichkina belgilardan bittasi, ya'ni kim menga yoqqani uchun qilaman deydi. Men xohladim, qildim deydi. O'ziga bo'lgan ishongan odam shuni qilib ko'rsam mana bunaqa bo'ladi deb o'yladim deydi. Yoki bo'lsa mana shunaqaroq qildim, sababi mana bunaqa qilsam boshqacharoq chiqardi deb ikkinchi tarafini ko'rsatadi. Shunisiga qarab ham ajratib olsak bo'ladi. Umid qilamiz, eshitganlarga, ko'rganlarga foydali bo'ldi.